Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana 20 kunlik bepul darslarimizda 6-darsiga ham yetib keldik va bugun mavzuyimiz davriy kasrlar. Kecha biz o'nli kasrlar mavzusini o'rganib chiqdik. Davriy kasr ham o'nli kasrlar davomi va ular o'zaro bog'liq hisoblanadi. Demak, bugungi rejamiz quyidagilardan iborat. Birinchi, davriy kasr tushunchasi bilan tanishamiz, keyin oddiy kasrga davriy kasr oddiy kasrga aylantirishni o'rganamiz va shu mavzuga doir taqqoslash, hisoblash, shunga doir misollarni ko'rib o'tamiz. Birinchi bo'lib gaplashib bo'lsak, davriy kasr tushunchasi. Xo'p, davriy kasr qanday bo'ladi? Uni o'nli kasr ko'rinishida yozganimizda virguldan keyin sonni asosida takrorlanadi. Masalan, butun hammasi bir yozuv cheksiz bir ketadigan bo'lsa, bu yerda davrda bir turgan bo'ladi. Buni quyidagicha 0, virgul va undan keyin birni o'zi davrda bo'lganligi uchun qavs ichiga birni yozib qo'yamiz. Kelmasligi ham mumkin. 1,2,3,5,5,5 bo'lib 5 raqamini o'zi takrorlanib ketishi mumkin. Va bu holatda buni 1 quyidagicha mana 23 va davrda 5 ko'rinishda yozamiz. Davrda mana 5 ni o'zi turibdi qavsni ichida. Va davriy kasrlarimiz xuddi shu virguldan keyinoq davr kelishi va kelmasligiga ko'ra ikkita turga bo'linadi. Birinchi sof davriy kasr. Bunda virguldan keyinoq davr keladi. Aralash davriy kasrda bo'lsa, virguldan keyin boshqa davriy bo'lmagan raqam keladi. Undan keyin davr keladi. Mana masalan, bu aslida quyidagichada 0,7 bir marta qatnashgan va keyin hammasi 8 bo'lib cheksiz davom etib ketgan. Bu davriy kasr deyiladi. Oddiy kasrga aylantirish davriy kasrni. Mana birinchi holat bu qanday kasr, qanday davriy kasr? Bu albatta sof davriy kasr, chunki davri virguldan keyinoq keldi. Qilib oddiy kasrga aylantiramiz. Oldidagi butun qismi turibdi. Oddiy kasr ko'rganingiz surat mahrajdan iborat-da, aralash kasrda, aralash sonda oldida butun qismi ham bor bo'ladi. Butun qismi hisoblanadi hozir. Mahrajga nimani yozamiz? Mahrajga davrda nechta xona son bo'lsa, xuddi o'shancha 9 yozamiz. Bizda davrni ichida qavsi ichida ikkita raqam turibdi, ikkita xona. Shuning uchun biz 99 deb mahrajga yozamiz. Suratiga bo'lsa, mana shu davrni o'zini yozib qo'yamiz, ya'ni 72 ni. Demak, davriy kasr oddiy kasrga aylantirganimizda 1,99 dan 72 hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi keyingi sonimiz. Bu ham sof davriy kasr, virguldan keyinoq davrni o'zi kelyapti. Va mana davr ichida bitta xona turibdi. Bitta 9 yozamiz va suratni o'ziga yana 9 yozamiz. Va 9 taqsim 9 1 ga teng bo'ladi. Eslab qolinglar, 0 butun davrda 9 1 ga teng doimo. Keyingisi mana
Xuddi shundan foydalanib topamiz buni. 8,9 turibdi ekan. 8 o'zi turadi. Mahrajda 9, suratda 9 va mana bu 9 ga teng bo'ladi. Chunki bu 1 ga teng. 8 plus 1 bizda 9 ni beradi. Keyingi misolimiz endi mana aralash davriy kasr ham boshlandi. Virguldan keyin 6 raqam ishtirok etyapti-da, keyin davri boshlanib ketyapti. Bunda nima qilamiz? Davrda nechta xona bor? Ikkita xona bor, ikkita raqam bor. Mahrajiga shuncha 9 yozamiz, ikkita 9. Davrdan oldin, virguldan keyin nechta xona bor? Nechta raqam bor? Bitta bor, shuncha 0 yozamiz. Endi suratiga nimani yozamiz? Suratida mana bu virgul qavs yo'q deb hisoblasak nima turadi? 672 turadi. 672 dan endi mana bu virgul bilan davr o'rtasidagi sonni ayirib qo'yamiz. Bo'ldi, hisoblab qo'ysak, mahrajda 990, suratda 666 ekan. 672 dan 6 ni ayirsak 666 hosil bo'ladi. Keyingi misolimiz 4 butun ekan. Mahrajda nechta 9 bo'ladi? Davrda 48 turibdi, ikkita 9 bo'ladi. Demak, virguldan keyin davrdan oldin ham ikkita xona, ikkita raqam turibdi. Shuning uchun ikkita 0 yozamiz bu yerga. Suratida nima qilamiz? Davr, ya'ni qavsi yo'q deb tasavvur qilsak, 148 bo'ladi. 148 dan endi 1 ni ayirib qo'yamiz. Demak, bizda hosil bo'ladi 4,9900 dan 147. Misollarimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Davriy kasrni oddiy kasrga aylantirish bo'yicha, bu bo'yicha ham qo'shimcha misollarni tashlab qo'yaman kanalga. Albatta ishlab bilinglarni mustahkamlab qo'yinglar. Adminga yuborsanglar tekshirib beramiz albatta. Endi ko'p uchraydigan savollarni ko'rib o'tamiz. Birinchisi mana 3 ta son berilgan davriy kasr, davriy o'nli kasr turibdi. Uni o'sib borish tartibida yozishimiz kerak, ya'ni taqqoslashimiz kerak. Qaysi biri eng kichik, qaysi biri eng katta, shuni topishimiz kerak. Buni bitta qarashda topishimiz qiyin va buni quyidagicha yozib olamiz. A barobar 0,55, undan keyin davrda 57 ekan. Demak, 57 shunday cheksiz davom etib ketar ekan. B emas, n sonimizcha. N sonimiz 0,5 ekan. Undan keyin 557 davom etib ketar ekan. 557. Xo'p, L sonimizchi. L sonimiz 0,3 ekanda, undan keyin 7 oxirigacha davom etib ketaverar ekan. Bularni hozir mana taqqoslaymiz. E'tibor beramiz mana. Boshidan taqqoslashni boshlaymiz. Butun qismidan qaradik, bir xil, teng o'zaro. Mana virguldan keyingi birinchi xonasi ham teng. Ikkinchisi ham teng, bunisi ham teng, shu joygacha teng davom etib keldi. Mana bular ham teng. Xo'p, undan keyin 5, 5, 7. Mana L katta bo'lib qoldi mana. Virguldan keyingi 4-xonaga kelganda L da kattaroq qiymat, 4 emas, 5-qiymatga kelganda kattaroq qiymat raqam qatnashdi. Demak, L eng kattasi ekan. O'sib borish tartibida joylashtiring degan, demak L oxiri kelar ekan. Xo'p, L chiqib ketdi. Endi A bilan N ni taqqoslashni boshlaymiz mana. Endi bu yerga kelganimizda A da 7, N da 5 qatnashyapti. Ungacha hamma xonasidagi raqamlari bir xil edi. Demak, A N dan kattaroq ekan. L dan oldin A kelar ekan va undan oldin N kelar ekan. Demak, eng kichigi N,
o'rtanchasi A, eng kattasi L ekan. Xuddi shu tarzda o'sib borish tartibida yoziladi. Kamayib borish tartibida bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuni teskarisi. L undan keyin A, undan keyin M keladi. Xo'p, ikkinchi misolimiz. Xo'p, o'nli davriy kasrlar turibdi ekanda. Ularni o'rtasida arifmetik amallarni bajarishimiz talab etilyapti. Birinchi bularni nima qilamiz? Bularni oddiy kasrga aylantiramiz. Oddiy kasr emas, bular aralash kasrga aylantiramiz. Chunki bularning oldida butun qismi bor. Demak, bu nimaga teng bo'ladi? 3 butun, hop, mahrajda 990, suratida 262 dan ayrimiz 2 ni 260 qoladi. Minus 1 butun 99 dan 15 hosil bo'ladi. Va biz nima qilamiz? Umumiy mahraj berishimiz kerak. Ikkita turli mahrajli kasr turibdi. Bularni umumiy mahraji nima bo'ladi? Birinchisi 990 ekan, ikkinchisi mahraj 990 1299 ekan. 990 99 ga bo'linadi. Demak, 990 umumiy mahraj bo'lar ekan va bunga 10 yetishmayapti. Xo'p, demak bizda nima hosil bo'ldi? Umumiy mahraj berib oldik. Minus 1 butun 990 dan suratda 150 bo'ldi. Endi bemalol bularni ayirib qo'ysak bo'ladi. Butun qismini ayirsak 2, mahrajlari shundoq turadi. Suratlarni ayirib qo'ysak bizda 110 hosil bo'ladi. Buni yana qisqartib qo'ysak, ya'ni surat mahrajini 10 ga bo'lib yuborishimiz mumkin va bizda 2,99 da 11. Ya'ni mana nimani beryapti bu? 2 butun davrda 11 ni beryapti. Chunki mana buni oddiy kasrga aylantirganimizda nima qilardik? Mahrajiga 2,9 yozardik, chunki davrda ikkita xona turibdi va suratiga davrni o'zini yozib qo'yar edik. Uchinchi misolimiz A barobar hop, mana bu 6 ekan. 6 davrda bo'lishi kerak. 3 butun davrda 6. B'miz 3 butun 191 minus 1 taqsim 4, ya'ni 3 butun 91 minus 0 butun 125. Chunki 1 taqsim 4 chorak qismi degani u 125 ga teng. Ayirsak nima hosil bo'ladi? 3 butun 70 emas, 3 butun 60 6 hosil bo'lar ekan. Xo'p, S'ni topamiz. S barobar mana kecha o'tgan mavzuyimiz bo'yicha, ya'ni o'nli kasrga bo'lish. Ustun shaklida bo'lib yuborsam nima qilaman? Xo'p, virgulni mana bitta suraman ikkalasida ham. Ya'ni 10 ga ko'paytirib olaman. 46,8 ni 13 ga bo'lishim kerak. Ya'ni 10 kasri butun songa bo'lish holatiga olib kelib oldim. 46 ichida 13 dan 3 ta 39 ayirsam 78 bo'ladi. 78 ichida 13 dan nechta bor desa 6 ta 6 78. Demak, mana bu yerda 3,6 bo'ladi. Chunki 8 dan oldin bu yerda virgul bor edi. Ana o'sha virgul mana bu yerga ham tushadi. Ayirsak 0 bo'ldi. Demak, S'imiz 3,6 ga teng ekan. Xo'p, A nimaga teng edi? Yozib olaylik. A nimaga teng edi? 3 butun davrda oldiga, ya'ni 6 6 6 cheksiz davom etib ketar edi. B nimaga teng edi? Hozir S'ni pastroq yozamiz. B nimaga teng? 3 butun 166 ga teng edi. S'imiz bo'lsa 3,6 ga. Xo'p. Ko'rinishi bir xil turibdi. Xuddi bir xil sondek turibdi, lekin aslida unday emas. B'da mana 3,166 turibdimi? Uni ortida
istalgancha nolni qo'yib olishimiz mumkin biz uni orqasiga. Xuddi shunday S'da ham 3 dona olti turibdimi, uni orqasiga nollarni istalgancha qo'yib olishimiz mumkin, toki o'sha ko'zlangan maqsadga, taqqoslashga yo yaxlitashga yo istalgan amal bajarishga yetarli darajada biz nollarni qo'shib olishimiz mumkin. Endi taqqoslashni boshlaymiz. Butun qismlari teng, mana virguldan keyin birinchi xonalari teng, undan keyingi xonalarni qarasak, S'da 0 A va Bda 6 ishtirok etdi. Demak, S eng kichkinasi ekan. S mana endi chiqib ketdi hisobdan. Endi A bilan Bni keyingi xonalarini taqqoslasak, Bda 0 qatnashdi, Ada 6 qatnashdi. U ungacha bo'lgan xonalardagi raqamlari bir xil edi. Demak, B Adan kichkina ekan. Va A bu uchta sonni eng kattasi bo'larkan. O'sib borish tartibida yozsak, quyidagicha bo'lar ekan. Demak, mavzuyimiz va ko'rilgan misollar tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Iloji boricha maydalab, tezroq tushuntirishga harakat qildim. Vaqtinglar ham ko'p ketib qolmasdan va mavzuni yaxshi tushunib olinglar dedim. Misollar yana tashlab qo'yaman. Albatta ishlanglar va tekshirtirib olinglar. O'zinglarga foyda bo'ladi bu. Demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Fikringlarni kutib qolaman dars bo'yicha.